Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, qalbim qattiq bo'lib ketyapti, bag'ri tosh bo'lib ketyapman. Nima qilsam qalbim yumshayadi?" dedilar. Shunda payg'ambarimiz aytdilarki, "Agar qalbingiz yumshoq bo'lishini sizni xursand qilsa, yetimni boshini silang va unga taom bering. Shunda qalbingiz yumshaydi va hojatingiz ravo bo'ladi", deb maslahat berdilar. Azizlar, yetimni otaliqqa olgan odamlarga ko'p masalalar bor, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan masalalar. Shundan bittasi ularni yeydigan narsasini, ularga tegishli bo'lgan narsasidan o'zini ehtiyot qilish. Ya'ni yetimni molini yeb qo'ymaslik. Yetimni boqadigan insonga Alloh taolo shariatida ruxsat bergan. Ya'ni bir uyda yashaydigan bo'lsa, bitta lagandan taom yesa, billa yesa bo'ladi. Mol aralashib ketgandan keyin, qaramog'ini olgandan keyin. Lekin tashqi tomondan kelgan inson yetimni taomini yeyishligi mumkin emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Astagfiru billah. Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira. Sadaqallohul azim. Yetimlarning mol mulklarini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar albatta qorinlarida olov yegan bo'lurlar va do'zaxda kuygaylar. Mana shu oyat nozil bo'lganda sahobalar yetimlar uyga kirmay qo'ygan ekan. Suvni ham ichmay qo'ygan ekan. Taom yetgan bo'lsa taom yemas ekan. Uning taomi bo'lib achib qolsa ham o'sha taom yemas ekan. Nimaga? Alloh taolo qorinlarida olov bor, qiyomatda do'zaxda kuyadi deyatibdimi? Qana qilib biz yetimni bor narsasidan foydalanamiz. Hatto yetimlarni bog'ini tagidan o'tishdan ehtiyot bo'lar ekan. Yetimni bog'ini soyasidan foydalanib qolmaylik. Ehtiyot bo'lishgan qaysi ma'noda? Men shu o'rinda bir voqea esimga keldi. Balki buni oldin aytib bergandirman, eslolmayman. Aytgan bo'lsam, takror aytmagan bo'lsam bir yangilik bo'ladi. Meni ustozim borlar, mufassir ulamolardan Muhammad Rotib an-Nabulusi degan, hozir ham hayotlar u kishi, Alloh umrlarini uzoq qilsin. Kuchli voiz insonlar bir kun aytadilarki, bozorni oldidan o'tib ketayotsam, Halab bozorini oldidan o'tib ketayotsam, bir insonsiz Shayx Muhammad Rotibmisiz? Ha? Sizga savolim bor. Siz ma'ruzalaringizni eshitamiz. Siz biror bir hikmatsiz bo'lmaydi deysiz. Ha, shunday. Hikmatsiz bo'lmaydi. Mani do'konimning yonida bir inson kelib do'kondorlik qiladi. Mato sotadi, payg'ambarimizning sunnati deb tijorat qiladi. Hech bir yomonlik ko'rmadik biz undan. Lekin yaqinda bir ko'chada bir otishma bo'lganida nima bo'ldi ekan deb chiqsa, shu otishmalarning bitta o'qi shunga tekkan kallasiga. Hozir shol bo'lib yotibdi. Qo'li ham, oyog'i ham ishlamaydi.